berib o'tamiz. Malibu'miz 2012-yilga ishlab chiqarilgan. Ikkinchi pozitsiya mexanika, luklik variant aka. Odamlar qiziqadigan eng yaxshi variant. Mashinamizning holati zo'r turibdi, a'lo darajada turibdi akajon. 168 ming probeg yurgan mashina aka. Mashinani bemalol ko'rsatib, keyin qolgan joylarini ochib ko'rsatamiz. Motorxona, patanxona, probeglar haqida ham ma'lumot. hamma narsasi tayyor mashinani. Probegini aytdim. Bemalol salon qismlarini ham olib ko'rsatib, 2 luklik. Probegi qancha dedingiz? 168 ming yurgan. Stop start qo'yilgan, 908 pulti bor, video registratori bor. Mashina navorotga o'zi yarasha, yaxshi navorot qilingan mashina. Mana salon qismi. Konditsioner, pansioner hamma narsasi ishlaydi. Gaz o'rnatilgan, shunday. Orqa tomonni ham bitta oling, bagaj holatlarini ham ko'rsatamiz keyin. Mana gulishtirli ikkitalik bo'ladi buniki. Bu birinchi pozitsiyasiga bitta gulishtirli bo'ladi. Keling aka, bagaj holatini ham ko'ring, metan gaz qo'yilgan. Metan gaz o'rnatilgan 100 talik. Yaqinga qo'yilgan. Mana mashinani orqa tagini ham oling, zapaskalar tushmagan ekan. Bor ekan mana. Mashinani holati zo'r. Motor qismiga o'tamiz aka. Aylanib ko'rsatib, motor qismini ham ochamiz. Motorni ham ko'rsatamiz hozir. Motor holati ham 2.4 lik motor. Yana eslatib o'taman, 168 ming probeg yurgan. Motor holati ham zo'r mashinani. Bemalol kelib, tekshirib, ustaga ko'rsatib olishlari mumkin. Mashinamizni bitta krilochasi bilan eshigiga petno kraskasi bor. Shuni aytib o'tamiz. Bu mashinamizni taqalgan bo'ladigan narxini aytaman. Hurmatli obunachi akalar, bu mashinamiz narxi 125 million so'mga beriladi. Eng arzon narxga qo'yildi. 125 million so'm. Puli yetmaganlarga bank ham bo'laveradi. Agar mashinasi bor odamlar bo'lsa, barterga ham o'ynaveramiz. Mashina hisoblab olib, barter ham qilib beraveramiz. Telefon raqamini eslatib o'tamiz. Telefon raqamini aytib o'ting. 91lik 633 25 32. Bemalol telefon qilib murojaat qilsa bo'ladi. Yana bitta takror tezlar. 91lik 633 25 32. Kim olsa ham baraka topadigan mashina, tur balonigacha ham yangi mashina. Mana tomoshabinlar, agar mabodo yana aytilmagan gaplar bo'lsa, telefon raqamlarini video davomiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.